Mana shu ko'rayotgan uylar aniq bir haftada yoki 3 kunda sotilib ketadi. Nega deydigan bo'lsanglar, uyimiz 5 sotu 130 ming so'ralyapti. Uchtepa tumani, Kattaqani mahallada, Toshkent shahar. Bu yerda olib 2 sotu, ya'ni 2,5 sotudan qursanglar bo'ladi. Fasadimiz 14 metr, past tomonimiz 18 metr, ya'ni qo'li kattalashib ketgan. To'g'ri 14 metr ketmagan. Ko'chamizdan ko'rinishini hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Mana shu ko'chasining ko'rinishi, mana bu qo'shnilar, mana bu katta yo'l, to'g'ri tupikka olib boradi. Bu yerdan katta ko'chadan kirib kelinadi. Mahallaning ichi, bu ham tupik. Bu mahalla o'zimizning mahalla, qo'ni-qo'shnilar juda yaxshi. Maktab, bog'chadan hech qanaqa muammo yo'q. Bu yoqdan kirib kelaverish, o'ng tomon kirib kelaverish, Kattaqanidan shu Bahokam choyxonasidan kirib kelaverish hisoblanadi. Qani mahalla, Uchtepa, tushunadi, bilgan biladi. Qo'shnilari eski odamlar, yangi qo'shnilar yo'q. Mana shu oilaga nimasi bo'ladi, sotayotgan odamlarga pul zarur bo'lgani uchun majburlikdan sotishyapti. 130 ming dedi, kelishadigan joyi bor. Mana mashinalar kirib chiqish, unaqa muammosi bo'layotgani yo'q. Xudo xolisa poliklinika, bu yerdan chiqib ketadigan bo'lsa O'rizor, ipodromga, bu yerdan chiqib ketadigan bo'lsa poliklinika, bog'cha maktabga chiqib ketiladi. Общий где-то 15 minutdan yarim soatgacha chiqib ketiladigan joy, poliklinika, bog'cha maktabga. Maksimum yarim soatda yetib borasizlar. Uyi ko'rinishi bu, mana uyi past tomonlari, juda ham katta uy. Uyi mana hovlining umumiy ko'rinishi. Uyi hovlining ko'rinishi mana shu bo'lgandan keyin bu uyimizni umumiy 5 sotu 5 sotuga pul so'ralyapti. Kadastr dokumentlari joyida, joylashgan joyi Uchtepa, Toshkent shahar. Uy umumiy obzori mana shu ko'rinishda hozir. Bu kiraverish ko'chamiz. Hozir bu yerda mana 6 ta xonasi bor, hammom tualetlari bor. Bu uy o'sha qurilganiga ancha yil bo'lgan. Yashab tursa ham bo'ladi vaqtinchalik yoki deb biz to'shab qurishga ham yaxshi imkoniyat. Bu qo'shnining uyi. Past tomoni 18 metr ko'rinyapti. Bu yoq tomoni, fasad tomoni 14 metr. Hozir ko'cha tomonidan ko'rsataman. Qo'shni tomoni. Xudo xolisa uy qurilishi uchun pastda qurilish qilaman deydigan bo'lsa, yon tomon qurilish qilaman deydigan bo'lsa, qo'shnilar yaxshi insonlar, qo'shnilar ruxsat berishgan, отказ qilishmagan. Uy 130 ming narxi, 5 sotu uchun, ya'ni kelishadigan joyi bor. Pastki raqamga aloqaga chiqsanglar, bemalol kelishsa bo'ladi. Sunnatga o'tiladigan joyi bor. Qisqacha ma'lumot shu, hozir fasad tomonini ko'rsatib o'tib ketaman. Agar mana shu uy kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamni qoldirdim, o'shanga aloqaga chiqinglar. Xudo xolisa uyga baraka qilamiz. Kanaldan uzoqlashmanglar, obuna bo'linglar, salomat bo'linglar.